Grammatika zo'r bo'lsa, speaking ham bor. O'qiganda, ko'rgan ingliz tilini bilyapsiz, lekin lexical resource bo'lmasa, unda nima bo'ladi? Albatta fail. Aslida lexical resource, ya'ni so'z boyligi bo'lmasa, hech nima o'xshamaydi. Reading ham tushunarsiz, listening ham chappasiga ketaveradi, chunki ko'p bilmagan so'zlaringiz sizga pand berishni boshlaydi. So'z bilish juda ham muhim. Bekordan bekorga writingda ham, speakingda ham lexical resource deb alohida kriteriya qo'yib qo'ymagan. Demak, so'z boyligi muhim. Endi bizda wide range of vocabulary, ya'ni keng so'z boyligi bo'lishi uchun nimalar qilish kerak? Qaysi metodlardan foydalanish kerak? Mana shular haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Teacher Azam loyihasi O'zbekiston kelajagiga hissa qo'shish uchun harakat qilmoqda. Foydali kontent orqali. Afsuski, YouTube'da ko'ryapmizki, har xil intervyu, qarang-qasangi hazil videolar yoki o'sha kanallar millionlab obunachilarga ega. Lekin mana bunday foydali kanallar ko'p obunachi yig'a olmaydi. Ekran ortida bo'lib turib ham O'zbekiston kelajagi uchun hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunchaki bizga obuna bo'lib qo'ying. Negaki Teacher Azam loyihasiga katta yordam bergan bo'lasiz. Biz esa davom etamiz. To'g'rirog'i boshlaymiz. Agar tayyor bo'lsangiz, 3 gacha sanayman va biz boshlaymiz. 1. Turli xil metodlar haqida gaplashishdan oldin o'zi so'z qanday yodlanadi? Shu haqida gaplashsak. So'z yodlash, uni o'zlashtirish doim ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu so'zni bilan tanishib chiqish va uni yod olish. Ikkinchi qismi esa uni ekspluatatsiya, ya'ni ishlatishni boshlash. Agarda so'z yodlash jarayonini bitta to'liq doira deb oladigan bo'lsak, u so'zni siz tanib, yozib olib, yodlab, ha, esimda qoldi, bu so'z nimaligini bilaman deganingizda u doirani yarmigacha ham to'lgan bo'ladi. Lekin u so'zni endi siz faol ravishda ishlatishni boshlaganingizdan keyin mana bu doira oxiriga yetadi va butun jarayon tugaydi desa bo'ladi. Va mana shu doiraning ikkinchi qismi juda ham muhim holat. Essay yozganda ham, bolalar bilan speaking qilganda, qaysidir speaking klublarda yoki o'zaro shuncha gaplashganda o'sha yangi so'zlardan foydalanishga hech bo'lmaganda 10 marotaba, 10 ta holatda foydalanishga harakat qilish kerak. Ana o'shanda bu so'z sizni faol lug'atingizga aylanadi. Shunda sizni lexical resource ga ting deb qo'shiladi va plus bitta so'z bo'ladi. Teacher Azamchi u qanaqa so'zlarni yodlagan yoshligida, u ingliz tilini o'rgangan paytlarida. Ha, men ham shu uslubda yodlaganman. Ya'ni so'zlarni yozib olish o'zi yetarli emasligini bilardim. Men ularni ishlatishga harakat qilardim. Va suhbatlarda, essayda qayerda bo'lsa ham, mashqlar davomida ham shu yangi so'zlardan foydalanishga harakat qilganman. Ana o'shanda u so'zlarni o'zlashtirganman. O'zlashtirib olish manikiga aylangan so'zlar. It's mine. Boshqacha qilib aytganda, siz 5000 ta so'zni bilishingiz mumkin ingliz tilida, ularni taniysiz, readingda, kino ko'rganda nimaligini sirazi darrov bilib olasiz tarjimasini, lekin suhbat davomida yozganingizda siz 1,5 tadan ko'p boshqa 1,5 xil so'zdan boshqasini ishlatmaysiz. Shundan kelib chiqadiki, agar siz haftasiga 100 ta so'z yodlasangiz, uni faqat 20 tasi, 15 tachasini siz ishlatishni boshlaysiz va bu normal holat, bu oddiy narsa. It's okay, right? Doim shunaqa bo'lgan, qabul qilib olib, tanib olinadigan so'zlar soni 5000 ta bo'lishi mumkin, lekin ishlatiladigan so'zlar soni 2000 ta bo'lishi mumkin va bu tabiiy holat. Hattoki haqiqiy inglizlar, o'sha Elon Musk, Zuckerberg, Barack Obamalarni intervyularini ko'rganingizda, jonli intervyu, yozib berilgan nutq emas. Jonli intervyuni ko'rganingizda ham bilasizki, ularning o'zini sevimli iboralari, so'zlari bor, qayta-qayta ishlatadigan. Ularni o'zini so'zlari o'shana ko'p ishlatishadi va shunaqa so'zlar borki, ular hech qachon ishlatmaydi. Ularni uslubida emas bu. Ularni miyasining tepasida u so'z turmaydi, variant bo'lib. Bundan kelib chiqadiki, deylik Bill Gates. U har kuni kitob o'qiydi. Butun umr davomida kitob o'qigan va ingliz tilidagi deyarli hamma so'zlarni biladi. 50 mingta so'zni hammasini biladi, lekin 20 mingta so'zda ishlatishi mumkin. Qolganlarini umuman ishlatmaydi. Kerak ham emas bo'lishi mumkin. Kerak bo'lmagan uchun ham faol fazada turmaydi u so'zlar. Nafaqat so'z yodlashda, balki istalgan nimadir o'rganganda albatta toza havo, kislorod borligi bo'lishi juda ham muhim. Afsuski, bilasiz, Toshkentdagi holatni qurilishlar va boshqa sabablar tufayli havo juda ham ifloslangan va toza havo topish juda ham qiyin. Yaxshiyamki bizda Central Park bog'i bor. U yerdagi ko'plab o'sha daraxtlar ichida mazza qilib aylanib, dam olib, hordiq chiqarib, kitob o'qishingiz mumkin, darslar qilishingiz ham mumkin va u yerda ko'pgina attraksionlar bor va umuman vaqtni choq o'tsa bo'ladi. Bir so'lim go'sha. Boringlar bir o'tiradigan bo'lib, meni ko'rib qolsanglar, "Hey" desanglar, uyalmasdan bemalol gapiringlar. Men ham "Hey" deb javob beraman. To'g'ri, hamma so'z yodlash yoki nimadir o'rganish usullari har xil. O'shaning uchun ham biz har xil metodlarni, usullarni ko'rib chiqamiz. Siz bo'lsa o'zingizga the most convenient way, eng qulay yo'lini tanlasangiz bo'ladi.
Ingliz tilida coordinating conjunctions degan narsa bor. Ya'ni bu bog'lovchilar. Ular ikkita sodda gapdan bitta murakkab gap yasab beradi va bu sizda essayda, speakingda juda ham qo'l keladi agar shularni ishlata olsangiz. Lekin bularni qanaqa yodlab qolsa bo'ladi? Albatta fanboys. Bular for, and, nor, but, or, yet, so. Ya, bu degani fanboysni o'zini eslab qolsangiz bo'ldi. Keyingi safar essay yozayotganda gaplarni bog'lash kerakmi? Endi akademik essay yozib berish kerak-ku. Fanboys eslaysiz, fanboys xohlagan tanla. B-mi but, O-mi or, why yet, as so bor. Xohlagan tanlab ishlataver. Endi mazmuniga qarab albatta. Zo'r-ku, to'g'rimi? Tayyor shpargalka. Turli xil programmalar yordamida so'zlarni o'rgansa bo'ladi. Ulardan biri bu so'zlarni tepaga, ya'ni word up degan ilova. Albatta, tushunarliki word up degani so'zlashtirish yoki so'zni yaxshiroq qilish, tushunish degan ma'noda ishlatsa bo'ladi. Ilova yoki dastur farqi yo'q va bu eng qizig'i, u aqlli smart dasturda shuni kirishingiz bilan sizni darajangizni aniqlab oladi. Test beradi, keyin o'zi tanlaydi. Xo'p, demak, azam beginnerdan hammasini topdi. Yaxshi, elementarydan bittasini topa olmadi, pre-intermediatedan 4 tasini topa olmadi. Demak, bu intermediate darajasiga bemalol yetadi. Mashqdan beraversak bo'ladi deb berishib boshlaydi ekan so'zlarni. Juda ham qulay dastur, o'zingizga qulay vaqtda o'rganasiz, xohlagan darajada ob'yomda o'rgansangiz bo'ladi. Lekin bitta narsasi bor, baribir boshlang'ich ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Negaki so'zlarni ma'nosi beriladi, tarjimasi berilmaydi. You'll get only definitions. Aytgancha, men bu ilovani shunchaki o'zim maslahat qilib aytaman. Bu hech qanaqa reklama emas, lekin Word appdagi bolalar agar ma'nosi ko'rib turgan bo'lsa, mayli hisobimga protokol olsanglar bo'ladi. Men qarashmasman. Davom etamiz. Qo'shiq eshitibchi? Ha, albatta, klassik uslub. Qo'shiq eshitib so'z yodlashning yaxshi tarafi shundaki, so'z yodlash sar zerikarli, ko'p energiya oladigan, zeriktirib qo'yadigan jarayon bo'lishi mumkin. Lekin qo'shiq eshitganda unaqa bo'lmaydi. Siz mazza qilib ashula ham eshitasiz, u so'zni, yangi so'zlarni bilib ham olasiz. Nima qilish kerak? Yangi so'z uchradimi? Bitta tarjimasini ko'rib oling, bo'ldi. Tarjimasini ko'rib olib, shunaqamidi? Keyingi safar 3 kundan keyin avtobusda o'qishga ketayotganingizda o'sha qo'shiq yana qo'yilib ketsa-da, o'sha joyi kelsa, miyangiz o'zi bu so'zni qaraganda 3 kun oldin ma'nosi bunaqa deb o'zi sizga eslatadi. Qarabsizki, o'sha qo'shiqni siz bir 10 marta eshitganingizdan keyin u so'z bo'ldi, siz yodlab olasiz. Nima qilib men appreciate so'zini yodlaganman qachonlardir. Bu Beatlesning Help qo'shig'idan olingan edi. Yana bitta uslub bor. Siz sevgan qo'shig'ini matnini yuklab olasiz, hamma so'zlarga qarab turib, notanish so'zlar, jumlalar hammasini definitionlarini, tarjimalarini qarab o'rganib chiqasiz. Keyin hammasini yopib, yana bir bor eshitasiz. Masalan, mana bu qo'shiqni. You can get addicted to a certain kind of sadness. Endi esa xayolingizdan o'sha qo'shiq matnidagi so'zlar o'tadi. You can get addicted to a certain kind of sadness. You sen degani can qila olmoq, get addicted to ga qaram bo'lib qolmoq, certain kind of sadness ma'lum bir turdagi qayg'u. You can get addicted to a certain kind of sadness. Siz bir turdagi qayg'uga qaram bo'lib qolishingiz mumkin. 1 1 2 1 2. Yana bitta uslub bor, u ham bo'lsa imitation uslubi. Ya'ni bu imitatsiya, kimgadir qiyos qilish, o'xshatish kabi. Siz sevgan, misol uchun sevib tomosha qiladigan serial bor yoki kino bor. Uni shuncha 3-4 martalab ko'rgansiz. Endi uni ingliz tilida ko'ring. Siz sevgan qahramon aytadigan iboralarni ketidan qaytaring. Qanaqadir kulgili hazillarini ayting, ketidan qaytarib gapiring. Va siz uni aytish intonatsiyasini ham eslab qolasiz. Undan tashqari o'sha aytgan so'zlarini ham eslab qolib, keyinchalik speakingda uni ishlatishni boshlaysiz. Bu aytgancha intervyularga ham tegishli. Men ko'p ko'rganman, mana shunaqa o'quv markazlarida men tengi bolalar bilan gaplashib qolgandik, universitetda hozir bolalar aqlli frazalarni ishlatishardi. Menda qanaqa gaplarni gapirib qo'yishardi. Bunaqa podkastda intervyuda gapiradigan gaplarmi deb qo'yardim. Ular o'shatdan eshitib olib ishlatishganda, ya'ni fake it until you make it. Bu o'sha mashhur amerikancha ibora, ya'ni mayli yasab ol, o'zingdan yasab ol, keyin o'sha odamga aylanasan. Qo'pol qilib aytgan, boshqacha qilib aytganda, agar siz sevgan Elon Muskni deylik, intervyusini, podkastini ko'rib olsangiz, u gapirayotgan gaplarni eshitib wow deyapsizmi? U ishlatgan ibora sizga yoqdimi? When something is important enough, you do it even if it's not in your favor. Ya'ni bu yerda Elon Musk qanaqadir buyuk rejalar haqida gapirmoqda. Ha, balkim imkoniyatlar sen tarafda emasdir, lekin bu muhim bo'lgandan keyin uni baribir qilasan deb aytgan buyuk so'zlari. Shu joyni siz yodlab olib, o'zingizni hayotiy situatsiyalarda ishlatishingiz mumkin ingliz tilida. Misol uchun do'stingiz sizga kelib, "Qaymi, nimaga Nargiz uchrashuvga taklif qilding? U maktabning eng chiroyli qizi-yu, umuman imkoniyatlaring yo'q u qiz bilan" deganda siz javob bering. Bro, when something is important enough, you do it even if odds are not in your favor. Boom, boom. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Thank you everyone. Take care. Goodbye.